Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan birgalikda 10-mart kuni bo'lib o'tgan onlayn mock imtihonimizdagi matematika yo'nalishdagi ba'zi bir savollarni ko'rib chiqamiz. Birinchi misoldan boshlaymiz. Kvadrat shaklidagi xonada o'lchamlari 2 desimetr va 5 desimetr bo'lgan bambuk parketlar joylashtirilgan. Parketlarni har xil ko'rinishda qilish uchun birinchi qatorga gorizontal, ikkinchi qatorga vertikal holatda joylashtirilgan. Bu yerda hurmatli o'quvchilar mana gorizontal ravishda deb mana buni va vertikal ravishda deb mana buni nazarda tutmoqda. Xo'p, endi davom etamiz. Oxirgi joylashtirilgan qator vertikalligini hisobga olsak, deb mana buni nazarda tutmoqda. Vertikalligini hisobga olsak, xonaning minimal maydoni qancha? Demak, hurmatli o'quvchilar, bu holatda xonamizga birinchi bo'lib tomonlarni topib olishimiz kerak. Bu yerda hurmatli o'quvchilar, mana uni ko'rayotgan bo'lsangiz, gorizontal, vertikal, gorizontal, vertikal, gorizontal va vertikal holatda davom etmoqda. Gorizontal ravishda xonamizni parketlarga joylashtirish esa gorizontal, ya'ni gorizontal holatda joylashtirilgan bir qator to'liq ketyapti. Uni tagidan vertikal holatda joylashtirilgan to'liq ketmoqda. U degani mana bu joyda joylashgan, ya'ni teva tomonimizda joylashgan tomonimiz ham 2 ga ham 5 ga karrali bo'lishi kerak. Xo'p, endi hurmatli o'quvchilar, mana bu tomonda joylashgan tomonimizda nechiga karrali bo'lishini bilishimiz uchun mana bu joyda 2 va 5 degan tomonlarni qo'shib olamiz. Xo'p, qo'shib oladigan bo'lsak, umumiy hisobda tomonimiz 7 ga karrali bo'lishi kerak ekan. Endi biz tomonimizni topishda mana shu karralilardan foydalanamiz. Ham 2 ga, ham 5 ga, ham 7 ga karrali son bu hurmatli o'quvchilar ekuk 2, 5 va 7 hisoblanadi. Bularga ekuk esa 70 desimetr. 70 desimetr bu 7 metrga teng. Ya'ni bizning xonamizning tomonlari 7 metrdan hisoblanar ekan. Endi uni yuzasi esa S teng 49 bo'lar ekan metr kvadratda. Chunki uni tomonlari 7 metrdan bo'lgandan keyin uni yuzasini topish uchun shu tomonlari kvadratini topishimiz kerak. Natijamiz 49 metr kvadrat. O'zi bizdan metr kvadratda so'ragan, javobda esa D javobni olar ekanmiz. Demak, keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savolimiz 3-misol. Maydoni 0,75 gektar bo'lgan to'rtburchak shaklidagi maydon teng yuzalarga ega 3 qismga bo'linib, quyidagicha o'rmonzor qilingan. Ya'ni mana bu joydagi yuzalar hammasi mana eman ekilgan, savr ekilgan va archa ekilgan joylar yuzalari o'zaro teng demoqda. Bu yerda savr va archa ekilgan uchastkalar kvadrat shaklida, eman ekilgan qism to'rtburchak shaklida. Demak, mana bu kvadrat, ya'ni savr ekilgan joy, archa ekilgan joy ham kvadrat hisoblanar ekan. Endi hurmatli o'quvchilar, bu yerdagi eman ekilgan joy esa to'rtburchak shaklida ekan. Shunga ko'ra eman ekilgan uchastkaning perimetri qanchaga teng? Xo'p, hurmatli o'quvchilar, mana shu uchalasini yuzasini bizga aytayaptiki 0,175 gektar. Endi hurmatli o'quvchilar, bu 0,175 gektar 7500 metr kvadratni tashkil qiladi. Hop, endi o'sha 7500 metr kvadrat joyni 3 ta yuzaga teng taqsimlab beradigan bo'lsak, 2500 dan to'g'ri keladi har bitta yuzaga. Endi hurmatli o'quvchilar, qarang. Buni savrni tomoni, savr kvadrat hisoblanganligi uchun buni yuzasini topish, xo'p, 2500 bo'ladigan bo'lsa, tomonlarni kvadratiga teng, ya'ni yuzasi. Tomonlari hurmatli o'quvchilar, A dan deb hisoblaydigan bo'lsak, A kvadrat teng 2500. Bu yerda endi hurmatli o'quvchilar, A teng 50 bo'lar ekan. Endi bu yer 50 bo'lgandan keyin mana bu joylar ham albatta
50 dan bo'ladi, chunki kvadrat bo'lganligi hisobidan. Endi mana bu joyda 50 va yana 50. Umumiy hisobda buni tomoni 100 ekan. Endi 100 2500 bo'lishi uchun buni tomoni, ya'ni ikkinchi tomoni 10 bo'lishi shart. Chunki ikkinchi tomoni 25 bo'lishi shart. Chunki bu tomon 50 100 va uni ikkinchi tomonga ko'paytirsangiz 2500 hosil bo'lishi kerak. Endi bizdan, hurmatli o'quvchilar, nimani so'rayotganini qaytadan ko'rib olamiz. Shunga ko'ra eman ekilgan uchastkaning perimetri qanchaga teng? Bu yerda, hurmatli o'quvchilar, 125 perimetr teng 2 ko'paygan 100 qo'shilgan 25. Bu 2 ko'paygan 125 ga teng, 2 ko'paygan 125 esa bizda 250 ni tashkil qiladi. Ya'ni C javob ekan. Navbatdagi misolimiz, hurmatli o'quvchilar, 7-misol. Quyidagi rasm barcha yon uzunliklari bir-biriga teng bo'lgan 5 burchak va 6 burchaklardan iborat. Ushbu rasmdagi 5 burchakdan birining perimetri, ya'ni mana bu 5 burchakni nazarda tutmoqda, 60 ga teng bo'lsa, yuqoridagi shaklning perimetri nechaga teng bo'ladi? Demak, hurmatli o'quvchilar, bu yerda 5 burchakning perimetri 50 60 cm deyapti ekan. Endi bu 60 ni, hurmatli o'quvchilar, 5 ta tomonga teng bo'lamiz. Teng bo'ladigan bo'lsak, 12 dan, ya'ni 12 cm dan tegadi har bitta tomonga. Bu yer 12 bo'lgandan keyin mana bu 6 burchakka tegib turgan tomon ham 12 ga teng bo'ladi. Bu yerda, hurmatli o'quvchilar, endi perimetr topishni qoidasi bo'yicha gaplashamiz. Perimetrda, hurmatli o'quvchilar, tashqi tomonlar hisoblanadi, ya'ni tashqi tomonlar yig'indisi hisoblanadi. Bu yerdagi bizda ikkita burchak, ikkita tomon qo'shilmaydi perimetrga. Shuning uchun mana bu yuzala tomonlarni yig'indisini hisoblasak biz uchun yetarli. Bu yerda, hurmatli o'quvchilar, tomon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ta tomonni yig'indisini hisoblar ekanmiz. Xo'p, endi umumiy perimetr hisoblanayotganda 12 ta tomon va har birining uzunligi 12 dan. Umumiy hisobda 144 bo'lar ekan. Ya'ni bu yerdagi D javobni tashkil qilar ekan. Navbatdagi misolimiz 11-misol. Aytibdiki, orasidagi masofa 144 km bo'lgan ikki shahardan bir-biriga qarab ikki piyoda yo'lga chiqdi. Birinchisining tezligi 6 km/soat, ikkinchisining tezligi esa 8 km/soatni tashkil qilar ekan. Birinchi piyoda har 4 soat yurganida 1 soat dam oladi, ikkinchisi esa 3 soat yurganida 2 soat dam oladi. Ular necha soatdan keyin ko'rishadilar? Bu yerda, hurmatli o'quvchilar, 4 soat harakatlanib 1 soat dam olish haqida gap ketyapti bu yerda. Bu yerda 4 soat plus 1 soat. Umumiy hisobda 5 soat qilib qismlarga ajratib oladigan bo'lsak, o'sha 5 soat ichidan 4 soati harakatlanishga ketar ekan. Endi uni tezligi 6 dan bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 6 km/soatdan bo'ladigan bo'lsa, umumiy hisobda 24 kilometrni tashkil qiladi. Bu 24 kilometrimiz, hurmatli o'quvchilar, 5 soatga tegishli. Chunki 4 soat harakatlanib 1 soat dam oladi. Biz hozir shu tartibda qonuniyat qabul qilib oldik. Endi ikkinchisi aytayaptiki, ikkinchisining tezligi 8, eslab o'tib ketishimiz kerak. Ikkinchisi esa 3 soat yurganda 2 soat dam oladi. Ular necha soatdan keyin ko'rishadilar? Endi bu birinchisi uchun tegishli edi. Ikkinchisi uchun 3 plus 2. Bu yerda ham, hurmatli o'quvchilar, umumiy hisobda bu 5 soat qilib harakatini qismlarga ajratamiz va uni 3 soatini yurish uchun sarflaydi. Uni tezligi 8 dan, ya'ni 8 km/soatdan bo'ladigan bo'lsa, 3 ko'paygan 8, umumiy hisobda 24 km bo'lar ekan. Xo'p, endi hurmatli o'quvchilar, bu nima degani? Bular har soatda
bunisi 24 kilometr, bunisi ham 24 kilometr. Umumiy hisobda har 5 soatda bular 24 plus 24, ya'ni 48 kilometrdan yaqinlashar ekan bir-biriga. Endi hurmatli o'quvchilar, ular orasidagi masofa 144 kilometr ekanligini hisobga oladigan bo'lsak, 144 kilometrni 48 kilometrga bo'lamiz. Va bu yerda hurmatli o'quvchilar 3 ta bo'lak chiqadi. Ya'ni 3 ta bo'lak, ya'ni 3 ta 48 ni tashkil qiladi. Va bizni harakatlanayotgan piyodalarimiz bu qismlari har biriga 5 soatdan vaqt sarflayotgan edi. Shuning uchun 3 ko'paygan 5 soat. Umumiy hisobda 15 soatni tashkil qilar ekan. Ya'ni bu yerdagi D javob bo'lar ekan. Navbatdagi misolimiz 15-misol. Aytayaptiki, quyidagi shakllar bir xil o'lchamdagi 6 burchak va bir xil o'lchamdagi 4 burchaklardan tashkil topgan. So'roq belgisi o'rnidagi sonni toping. Bu yerdagi hurmatli o'quvchilar 3 ta 6 burchak va 3 ta 4 burchakda yig'indisi 126 ni tashkil qilar ekan. Endi ikkinchi shaklimiz esa birinchi shakldan bitta to'g'ri 4 burchakka farq qilyapti xolos. Shuning uchun bu yerda hurmatli o'quvchilar 126 dan 114 nari qo'ysangiz, sizda to'g'ri 4 burchakning qalinligi hosil bo'ladi. Buni ayirsangiz hurmatli o'quvchilar 12 hosil bo'lar ekan. Xo'p, endi mana bu joydagi to'g'ri 4 burchakning uzunligini topib oldik. Endi biz ikkinchi shakl orqali 6 burchakning qalinligini topamiz. Endi bu yerda 3 ko'paygan 6 burchakning qalinligini hurmatli o'quvchilar x deb hisoblaydigan bo'lsak, 3 ko'paygan x qo'shilgan, bu yerda ikkita to'g'ri 4 burchak borligini hisobga olib 2 ko'paygan 12 teng 114 ni tashkil qilar ekan deb hisoblaymiz. 3 ko'paygan x teng 2 ko'paygan 12 ni hisobga oladigan bo'lsak 24 bo'ladi. 114 minusdan 24. 3 ko'paygan x teng 90 bo'lar ekan. X teng 90 bo'lingan 3, x teng 30 ni tashkil qilar ekan hurmatli o'quvchilar. Endi bizdan so'ralayotgan so'roq belgisida hop 6 burchakdan bitta 30 qo'shilgan, 4 burchakdan esa 2 ta 2 ko'paygan 12. Umumiy hisobda 30 qo'shilgan 24 54 ni tashkil qilar ekan. Ya'ni bu yerdagi A javob bo'lar ekan. Navbatdagi misolimiz 24-misol. Bob, Carlos va Dina tushlik qilib, mos ravishda $10, $15 va $20 to'lashdi. Ammo ularga $3 chegirma sifatida qaytib berishdi. Endi shu pulni uchalasi orasida to'lagan pullarga mos ravishda taqsimlash kerak bo'ldi deyapti. Carlos qancha pul oladi? Bu yerda hurmatli o'quvchilar umumiy tashlanayotgan, ya'ni umumiy o'rtaga tashlangan summani topishimiz kerak. 10 qo'shilgan 15 qo'shilgan 20 umumiy hisobda $45 bo'lar ekan. Endi o'sha $45 dan Carlos qanchasini to'layapti? Carlos hurmatli o'quvchilar $15 ni to'layapti. Chunki mos ravishda deyapti. Carlos ikkinchida kelyapti. Mana bu yerda ikkinchida kelayotgan summa ham $15 ni tashkil qilyapti ekan. Demak, Carlos umumiy hisobda $45 dan $15 ni to'layotgan ekan. Buni surat mahrajini hurmatli o'quvchilar 15 ga qisqartiradigan bo'lsak, 1/3 ni tashkil qilar ekan. Endi hurmatli o'quvchilar, bu yerda ularga qaytib berilgan chegirma $3 ni tashkil qilar ekan. Endi bizni qiladigan ishimiz o'sha $3 ni 3 dan 1 qismini topish bo'ladi. 3 ni 3 dan 1 qism topish uchun biz 3 ni 3 dan 1 ga ko'paytirishimiz lozim. 3 bilan 3 qisqaradigan bo'lsa, bu yerda $1 bo'lar ekan. Ya'ni D javobni to'g'ri deb hisoblar ekanmiz. Hurmatli o'quvchilar, shu bilan
onlayn mokimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi onlayn moklarda ham ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.